Mana shu ikkita oq sim nima simligini bitta ko'rishni topgan bo'lsangiz, gap yo'q aka. Mashinani professional ustasi bo'lib ketibsiz deb aytaman. Bu narsani topishingizga sizga yordam bo'lsin. Aka, Gentrada, Sparkda, zavodskoy bor narsa, Cobaltda bu narsa o'zi zavodskoy yo'q. Biz bu narsani qo'shimcha jihoz sifatida qo'yib beryapmiz. Sizga hozir bu mashinada qilayotgan ishlarni ham bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Buni nimaligini kommentariyada albatta yozib qoldiring aka. Akamga bir qarashni aytkim keldi. Aka, sizga zarilmadi. 414 kilometr hali uyga olib borishga ulgurmagan Cobalt avtomobilingizga shuncha ish qildirib nima keragi bor degim keladi. Endi baribir JM mashinasi bo'lgandagi bu ish qilmasalar ham bo'lmaydi. Malibu 2 bar, Malibu 2 rul, polni sonsiz ochdi, tonirovka orqalariga laminatsiya, Magicar pultlardan, tez monitor, Lenovo video registrator, Polik Evocor, bagaj Polik bilan tegidagi Evocor, Malibu 2 barra xudo xolasa ana samolyot urilmaydigan versiyalardan qilib, xullas hamma ishlarni qilib beryapmiz full paketda, chiroyli qilib Cobalt avtomobili. Chexollarni ham xudo xolasa chiroyli qilib ustonovka qilib beramiz. Jarayon ketyapti. Xo'p, mana narsaga taqaluvdik. Bu narsa zavodskoy o'zi bilasizlar, Cobaltda podogref bo'lmaydi, qish kunida kerak bo'ladi. O'shaning uchun bar qo'yilyapti. Barga 3 ta knopkasi bor. O'shanda podogref o'rnatib beryapmiz. Universal podogref bo'ladi, xudo xolasa. Hozir to'g'ri yoz kunida bu narsa kerak emas-u, lekin qish kunida juda asqotadi. Sizga ham shunaqa full variantida chiroyli navrot xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Shu videoga bitta like bosib, Cobalt yo'qida mana salondan yangi mashina olayotgan tanishingizga yuborib qo'yinglar, kelsalar chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Salomat bo'ling.